Assalomu alaykum, hurmatli Central Asian University podcastining obunachilari. Bugun yosh ayol tadbirkorni va ko'plab ayollar uchun kumir bo'lgan Shohida Ibrogimovani taklif qildik. Hozirgi kunga qadar biz 150 mingdan ziyod insonlarga, hozir ayniqsa ayollarga ilm bergan bo'lsak, moliyaviy savodxonlik bo'yicha ilm berganimizdan keyinchi degan savolga javob topishimiz uchun biz ayol mikro moliya tashkilotini shakllantirdik. Demak, foizsiz bo'lmaydi. Ayol mikro moliya tashkiloti nima deydigan bo'lsangiz, bitta til bilan biz ayollarni o'qitamiz, tadbirkorlikka tayyorlaymiz, ular bizga biznes rejasini berishadi. Berishgandan keyin ayollarni tanlab olib, biz ularga biznes rejasi bo'yicha pul beramiz. Pul berganimizdan keyin 3dan 1ga sherik bo'lgan holda biz ular bilan birgalikda ishlaymiz. Bunaqasi menimcha hali umuman O'zbekistonda yo'q. Grameen Bank modeli u Bangladesh iqtisodiyoti uchun juda katta ta'sirga ega edi. Lekin bu tizimni boshqa bank tizimlaridan nima ajratib turadi? Ayol mikro moliya tashkilotida foiz degan so'z bo'lmaydi. Bu hech qanaqa manfaatsiz loyiha. O'sha noldan kelgan ayollar, tadbirkorlik bilmaydigan lekin hunari bor ayollar har bir o'sha tadbirkorlikka kerak bo'lgan fanlarni o'qib, imtihon topshirib, ham amaliy, ham teoretik darslarni o'tib, biz ularni tadbirkorlik yo'nalishiga o'qitib beramiz, tayyorlab beramiz. Assalomu alaykum, hurmatli Central Asian University podcastining obunachilari. Bugun mehmonimizga yosh ayol tadbirkorni, juda ko'p ijtimoiy loyihalar bilan shug'ullanadigan va ko'plab ayollar uchun kumir bo'lgan, shunaqa desam mubolag'a bo'lmaydi, Shohida Ibrogimovani taklif qildik. Assalomu alaykum. Studiyamizga xush kelibsiz. Rahmat, Aleksey aka. Shohida opa, siz haqiqatan ham juda ko'p ayollar bilan kumir bo'lib ishlaysiz-da, shunaqa desam. Siz ijtimoiy loyihalar bilan shug'ullanasiz. Ulardan biri bu ayollar uchun mikrokredit tashkiloti. Siz rahbar sifatida ishlaysiz o'sha yerda. Bu loyiha haqida qisqacha ma'lumot bersangiz, minnatdor bo'lardik. Aleksey aka, avvalambor taklif uchun kattakon rahmat va ta'rif uchun ham kattakon rahmat. Bu sohada mana hozir 5 yildan beri ishlayotgan bo'lsak, qaraydigan bo'lsam, juda ko'p ayollar bilan 5 yildan buyon nafaqat har xil loyihalarda, lekin asosan ilm yo'nalishida ishlab kelar ekanman va hozirgi kunga qadar biz 150 mingdan ziyod insonlarga, hozir ayniqsa ayollarga ilm bergan bo'lsak, moliyaviy savodxonlik bo'yicha va asosiy yo'nalishimiz shu ilm yo'nalishidagi eng katta maqsadlarimizdan biri bu ayollarga biz moliyaviy savodxonlikdan ilm berdik. Ilm berganimizdan keyinchi degan savolga javob topishimiz uchun biz ayol mikro moliya tashkilotini shakllantirdik va buni shakllantirishda ham, ya'ni ochishda ham o'zini bir kichkinagina tarixi bor. Juda ko'pchilikka aytganman va shu tarix haqida aytib bermoqchiman. 2021-yilda muhtaram prezidentimizning oldilariga taklif bilan chiqqan edim va aynan o'sha yerda moliyaviy savodxonlik fan sifatida maktablarga kiritaylik, chunki eng asosiy fanlardan biri bu pulni to'g'ri boshqarish. Va ko'pchilik insonlarning ham asosiy maqsadlaridan biri bu chiroyli yashash, boy bo'lish, chiroyli hayot kechirish. Chiroyli hayot kechirish uchun biz pulni to'g'ri boshqarishimiz kerak. Chunki qancha ko'p pul topsak ham, agar biz pulimizni to'g'ri boshqara olmasak, biz qanchalik iqtidorli bo'lsak ham bu pullarimizni hammasini havoga uchirgan bo'lamiz. Va aynan 2021-yilda muhtaram prezidentimiz shu qonunga qo'l qo'yganlar va biz USAID bilan birgalikda 8, 9, 10, 11-sinflarga moliyaviy savodxonlikni fan sifatida maktablarga joriy qilganmiz, iqtisodiyot fanini ichida. Va aynan o'sha yerda taklif bilan chiqqanimda ustozimiz desam bo'ladi, Jahongir Ortiqxo'jayev o'sha yerda hokim bo'lib ishlagan edilar va aynan VIKni ochishdan avval Jahongir aka chaqirganlarda, siz moliyaviy savodxonlikni yaxshi bilar ekansiz, menga sizni ozgina maslahatlaringiz kerak deb ancha gaplashganmiz va o'sha 3-4 yil ichida maslahatlashib, gaplashib, men ulardan ko'p maslahat so'rayirdim. Ularga kerakli vaqtda shu chaqirib turardilar va o'tgan yili may oyida chaqirganlarida Shohidaxon, sizni hayotingizdagi oliy maqsadingiz nima deb savol berganlar. Va aynan o'shanda aytgan edimki, menda hamma narsam bor, Jahongir aka. 5 ta farzandim bor, xo'jayinim bor, oilam bor, pulim bor. Allohga shukr, baxtliman, hamma narsam bor, lekin endi hozir hayotimdagi eng oliy maqsadlarimdan biri
uchinchi renessans olima ayoli bo'lish va o'zimdan keyin nom qoldirish. Lekin nimadan boshlashni bilmayapman deganimda ular keyin telefonlarini olib shu insonni taniysizmi deb ko'rsatgan edilar. Bu hozirgi Bangladesh prezidenti Muhammad Yunus bo'lganlar va aynan o'sha inson Muhammad Yunus Nobel mukofotini olganlar. Va aynan shu Grameen Bank o'rganing deb menga vazifalar berganlar. Bir oymi, bir haftani davomida o'rganib, keyin chaqirtirganlar-da, o'rganib chiqdingizmi deganlar. O'rgandim. Shu ish sizga to'g'ri keladi. Ayniqsa siz ayollar bilan ishlaysiz va ko'p ayollarga o'rnak sifatida ijtimoiy tarmoqlarda influencer ayolsiz deb aytganlar edi. Men Jahongir aka, men bu ishni qila olmayman bitta o'zim deganimda, men sizga yordam beraman, davay ishni boshlang deb va qarangki, hozirgi kunda shu ayol loyihasiga start berdik. 9 oy davomida o'rgandik uni. Bangladeshga bordik, Turkiyaga bordik. Aynan shu Grameen Bank bilan birgalikda biz memorandum tuzganmiz va shu bankni metodologiyasini olib O'zbekistonga joriy qilishga harakat qilyapmiz. To'g'ri, u yerda Grameen Bankda foiz bor va Turkiyada ham foiz bor, lekin bizda hozir metodologiyasini aynan pul berish jarayonini o'zgartirdik. Demak, foizsiz islom tamoyillariga asoslangan holda biz hozir shu pul berish jarayonlarini yo'lga qo'ymoqmiz. O'zi bu ayol mikromoliya tashkiloti nima deydigan bo'lsangiz, bitta til bilan biz ayollarni o'qitamiz, tadbirkorlikka tayyorlaymiz. Ular bizga biznes rejasini berishadi. Berishgandan keyin ayollarni tanlab olib, biz ularga biznes rejasi bo'yicha pul beramiz. Pul berganimizdan keyin 1 yil davomida biz mudoraba shartnomasi asosida, ya'ni bu nima degani, biz ularni topgan, mana har oylik topgan foydasiga 3/1 sherik bo'lgan holda biz ular bilan birgalikda ishlaymiz. Bunaqasi menimcha hali umuman O'zbekistonda yo'q. Ya'ni ayollarni nafaqatgina o'stiramiz, balkim tadbirkorligini rivojlantirish yo'lida ularni qo'llab-quvvatlaymiz. Misol uchun mana 1 oy ichida mashincha topdik, ularga o'sha 3/1 hisoblashni o'rgatamiz. Mabodo agar misol uchun o'sha bir oydan keyin pul topa olishmasa, nima yordam kerak, qanaqa muammolarga duch kelyapsiz deb biz ularni jarayonda, 1 yil jarayonida davomida biz ularni qo'llab-quvvatlaymiz. Biz ham yaxshi bilamizki, bu Grameen Bank modeli u Bangladesh iqtisodiyoti uchun juda katta ta'sirga ega edi va hozir boshqa davlatlarda ham u amalga oshiriladi. Lekin bu tizimni boshqa bank tizimlaridan nima ajratib turadi? Ayol mikromoliya tashkilotida foiz degan so'z bo'lmaydi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, bu hech qanaqa manfaatsiz loyiha. Uchinchisi, biz nafaqat ayollarni tadbirkorligini yo'lida pul beramiz, balkim biz ularni shunaqa zo'r o'qitamizki, 2 hafta davomida o'sha noldan kelgan ayollar, tadbirkorlikni bilmaydigan lekin hunari bor ayollar har bir o'sha tadbirkorlikka kerak bo'lgan fanlarni o'qib, imtihon topshirib, ham amaliy, ham teoretik darslarni o'tib, biz ularni o'sha tadbirkorlik yo'nalishiga o'qitib beramiz, tayyorlab beramiz va o'sha 1 yil davomida biz ularni qo'llab-quvvatlaymiz. Ya'ni Aleksey aka, bizda bu yerda maqsadimiz ayollarga haqiqatdan beminnat, manfaatsiz yordam berish. Hech bo'lmasa o'sha farzandlarini bog'chasini pulini to'lashga, o'ziga vitamin olishga, tadbirkorligini boshlagandan keyin ayol kishining holatini o'zgarishi uchun yordam berish ilinjidamiz. Ya'ni ayollarni eng katta erkaklardan farq qiladigan jihatlardan biri bu ayol kishi o'zini his qilishi. Agar ayol kishi baxtli bo'lsa, oila baxtli bo'ladi. Agar ayol kishi yomon o'zini his qilsa, oila yomon his qiladi. Bekorga aytishmaydi-ku, birinchi o'rinda ona xursand bo'lish kerak, keyin farzandlari ham baxtli va xursand bo'ladi deb. Ayol kishi qachon xursand bo'ladi, holat o'zgaradiki, qachonki u o'zi xohlagan narsalarini ola olsa, xohlagan narsalarini qila olsa. Erkak kishi bilan ayol kishining tadbirkorligida juda katta farq bor-da. Ayol kishi holati uchun ishlaydi biznesda. Ya'ni o'zini yaxshi ko'rgan ishida ishlasa, mazza qilsa va ayol kishida doim pul topgandan keyin uni qat'iy ishlatishi oldindan o'sha reja qilingan bo'ladi, maqsad qilingan bo'ladi.
erkak kishi dostigator, ular nima uchun ishlashadi? Ular oilasini boqish uchun, shu farzandlarim, ayolim xursand bo'lsin deb pul topsa topmasa oilasiga olib kelib beradi. Ayol kishida sal boshqacharoq. Biz aytamiz, mana biz pul topamiz, bizaniki xaltada, sizniki o'rtada deb qo'yaman deb. Va xo'jayinim ham xafa bo'lmaydilar bu narsadan. Haqiqatan mana o'zimizga ishlatsak, ayol kishini o'zini kayfiyati, o'zini tutishi, holati juda ham o'zgaradi. Va aynan shu holat uchun, yaxshi ko'rgan ishini va kasbini topish uchun biz maksimal darajada ularga yordam berishga tayyormiz. Demak, agar ayollar mikrokredit olmoqchi bo'lsa, qanday biznes g'oyalari bilan shu tashkilotiga murojaat qilishi mumkin? Juda ham zo'r savol. Xohlagan ayol kishi kelib bizada o'qib pul olsa bo'ladimi degan savolga javob ha. Har bitta ayolni o'zini bir hunari yoki kasbi bo'ladi aslida o'zi Alekseyga. Qaysidir hunarga yoki nimadir ish qo'lidan keladi. Ayol kishiga 40 hunar ozdi bekorga yetishmaydi va biz faqatgina ayollarni shu narsasini iltimos qilgan bo'lardikki, o'sha o'zini yaxshi ko'rgan kasbini ustida ishlashiga yordam berib, ularga tadbirkorligini shu yo'nalishda olib chiqishimiz uchun ozgina sabr toqat kerak bo'ladi-da. Chunki hozir agar biz ayollarni o'qitganimiz bilan ayol kishi yo'q, men bu narsa bilan shug'ullana olmayman, boshqa narsaga o'taman desa, vaqt o'tib ketadi. Ya'ni misol uchun o'sha mana pul berildimi, pul berilgandan keyin o'zini muddati bo'ladi. 1 yil davomida pul to'lash kerak bo'ladi-da. O'zini kasbini yo'nalishini topolmasa, biz unga pul bera olmaymiz. Bizaga yanada zo'rroq bo'lardiki, qanaqa ayollar kelishib, uyda o'zi o'tirib ish qilgan yoki biror bir kasb hunari bo'yicha pul topgan va biz uni shu yo'nalish bo'yicha yanada mustahkamlab, unga pul berib, yanada yo'l yo'riq ko'rsatib yuborardik. Shu ayollar ko'proq natijaga erisha oladi. Lekin xohlagan ayol kelib, bizda bemalol o'qib, biz bemalol tadbirkorligini boshla oladi. Qanday qilib bular yoziladi bu dasturga? Hozirgi kunda Grameen Bank modeli bo'yicha biz oldik. Ya'ni ular qanaqa boshlagan ekan, ular har bitta tuman va rayonlarga bo'lingan holda bitta tochkasini, misol uchun bitta rayonda, tumanda ochadi, ikkinchi tochkasini boshqa tumanda ochadi. Biz hozir Olmazor, Shayxontohur, Uchtepada ochdik va yillar oxirigacha aynan asosan Shayxontohur, Olmazor, Uchtepada ishlab, shu ayollarni tadbirkorligini rivojlantirmoqchi bo'lgan ayollarga hozir dars berib, ularga pul bermoqchimiz va keyingi yildan deyarli O'zbekistondagi o'sha har bitta sekin-sekin tumanlarga, viloyatlarga chiqish niyatimiz bor. Hozir mana birinchi potokka biz o'qitib tugatdik 50 ta ayolni boshida. Chunki biz uchun ham bu yengillik edi, biz uchun ham bu challenge edi. Natijalar juda ham zo'r. 50 ta ayoldan 35 ta ayolni tanlab oldik. 15 ta ayolimiz yana boshdan o'qiydilar. Aytganimdek, yana biznes rejalarini tuzishadi va hozir 35 ta ayolga pul berishga biz tayyor bo'lib turibmiz. Zo'r. Demak, ilm 2 hafta ichida beriladi. Ilm 2 hafta ichida beriladi. Mikro moliya tashkilotiga ayollar qanaqa qilib yozilsa bo'ladi degan javobga bizda ijtimoiy tarmog'imiz bor. Instagram, Facebook, Telegram, ayol mikro moliya tashkiloti deb yozib chiqilsa, o'sha yerda bor va o'sha yerda profil, shapka profilga biz silka qo'yganmiz. O'zlari kirib, familiya, imya, otchествolarini, raqamlarini qoldirsa, aynan biz keyin ularga qo'ng'iroq qilib, ularni chaqirsak ham bo'ladi. Lekin hozirgi kunda asosan Shayxontohur, Olmazor, Uchtepani bu yilga maksimal darajada o'qitishga harakat qilamiz. O'zlarini hokimiyatlarga chiqib ham, ular bilan biz chambarchas ishlayapmiz. Bemalol yozdirilib ham o'qishsa bo'ladi. Demak, yoki bankka o'zida bevosita kelishi mumkin yoki formani to'ldirib bilvosita veb-sayt orqali yozilsa ham bo'ladi. Veb-saytimiz ham bor. Veb-sayt orqali ham yozilsa bo'ladi. Ilm haqida savolim. Nechta fan, qanaqa o'qish olib boriladi, nima bor o'sha yerda, natijada biznes plandan tashqari yana nima bo'ladi? Bizda tadbirkorlikni boshlash uchun kerakli bo'lgan asosiy 10 ta fanimiz bor. Bu birinchi o'rinda bizda psixologiya. Chunki psixologiyani biz o'qimasdan turib, fikrlashimizni o'zgartirmasdan turib tadbirkorligini boshlay olmaymiz. Juda katta ta'sir qilinadi. Ikkinchidan bu marketing, sotuv, biznes noldan boshlash, undan tashqari yana shaxsiy brend, ijtimoiy tarmoqlarda o'zingizni bemalol mahsulotingizni sotsangiz bo'ladi. Undan tashqari marketplacelar, Uzumda, Azonda, Wildberriesda, yana boshqa marketplacelarda O'zbekistonga tegishli bo'lgan marketplacelarda o'zingizni mahsulot
mahsulotingizni sotishni ham o'rgatamiz. Bemalol shu yo'nalishda ham o'qishsa bo'ladi. Undan tashqari notiqlik san'atini qo'shdik, islom moliyasini qo'shdik va moliyaviy savodxonlikni ham qo'shganmiz. Ya'ni tadbirkorlikka kerakli bo'lgan hamma fanlarni maksimal darajada yetkazib berishga harakat qilamiz. Ayollar qanaqa o'qiydi deydigan bo'lsangiz, bizda ikkita smen bor. Ertalab 10 dan 2 gacha va 2 dan 4 gacha qildik yoki 2 dan 5 gacha qildik. O'zi cho'zilib boryapti. 10 dan 2 gacha deb oladigan bo'lsak, orada tanaffuslari ham bor. 1,5 soat ular xonamiz 2 ga bo'lingan. Birinchisi nazariy xona, ikkinchisi amaliy xona. 1,5 soat nazariy xonada ular kompyuterda o'tirib, darslarni eshitishadi, imtihonlardan o'tishadi-da, aynan o'sha darslarga tegishli bo'lgan keyslarni, ya'ni muammolarni ikkinchi xonaga chiqarib, amaliy xonada ular o'tishadi. Ya'ni biz nafaqat nazariy ilm beramiz, balkim amaliy ilm ham beramiz. Har bitta darsga tegishli bo'lgan o'zini amaliyoti ham bor. Oxirida u biznes rejasini topshiradi. Bizda ayollar birinchi kundan boshlab biznes rejaga tayyorgarlik degan darsimiz bor. Birinchi kundan boshlab shu 14 kun davomida biznes rejasiga tegishli bo'lgan barcha shu ma'lumotlarni olishadi-da, 14 kun davomida biznes rejasini yozishadi va shu oxirida o'zimiz juri bo'lib o'tiramiz va yana mashhur insonlarni chaqiramiz jurilikka. Bizga biznes planligini topshirishadi va biznes plan topshirishgandan keyin biz qaysi ayolga pul bersak bo'ladi, qaysi ayolda nima muammo bor, qaysi jihatlarni yana rivojlantirsak bo'ladi degan savolga javoblarni berib, keyin biz ularni shakllantirib beramiz. Ayollar ro'yxatini shakllantirib beramiz, pul beradigan. Undan keyin pul beriladi va 1 yil ichida siz ularni qo'llab-quvvatlaysiz. Ilm olgandan keyin biz ayollarga pul beramiz. Pul berganimizdan keyin 1 oy ligotni periodi bor. Ya'ni o'sha tadbirkorligini boshlashga ozgina ular tayyorgarlik qilib olishadi va shu 2-oydan boshlab 1 yil davomida ularni 3 dan 1 foydasiga biz sherik bo'lamiz. Yana bitta savolim shunaqa. Bu loyiha endi boshlandi, 3 ta shoxobchasi bor hozirda, 3 ta tumanlarda. Kelajakda uning ijtimoiy hamda iqtisodiy ta'siri qanday ko'rasiz O'zbekistonda? Hozirchalik bizda hozirgi kungacha bizda bitta katta joyimiz bor. Olmazor hokimiyati bilan birgalikda men alohida rahmat aytmoqchiman ularga. Ular bizga joy ajratib berishdi. Yoshlar markazi Beruniyda joylashgan. Aynan o'sha yerda Uchtepa, Shoxontohur, Olmazor ayollarini o'qityapmiz. Yil oxirigacha niyatimiz har oy, har 2 haftada 300 tadan ayolni o'qitish. 300 tadan ayol o'qitish va shu 300 dan 500 ta ayolgacha biz o'sha pulni tarqatish niyatimiz bor yil oxirigacha. Va niyatimiz kengayish va bilasizmi, bu loyihani boshlashdan avval Aleksey aka biz buni juda ham katta ijtimoiy ta'sirini o'rganib chiqdik-da. Shaxsan Muhammad Yunus janoblar bilan gaplashganimda aynan bu loyihani nimasiga, qaysi xislatiga Nobel mukofoti berildi degan savolga javobda ular aytdilarki, Bangladesh iqtisodiyoti juda kuchsiz bo'lgan, juda ham kambag'al davlat bo'lgan. Aynan ayollarni rivojlantirish kerak degan fikr ularda avvalroq uyg'ongan. Biz ayollarni rivojlantirsak, millat ham uyg'onadi dedim. Va ayollarga tadbirkorligi uchun pul berishni boshlagan. Va pul berish boshlagandan keyin ayollar ilm olishni boshlagan. U yerda hattoki ayollar na o'qishni bilishadi, na yozishni bilishadi. Hattoki qo'lga siyohdonga qo'yib, botirib qo'yishadi. Shu darajada orqada qolgan, ya'ni o'sha rivojlanmay qolgan iqtisodiyotli insonlar bo'lishgan. Va aynan shu Grameen Bank iqtisodiyotni juda ham rivojlantirgan ekan. Birinchi o'rinda ayollar ilm olishni boshlagan. Uydagi zo'ravonliklar kamaygan. Farzandlarga ilm berish darajasi ancha o'sgan. Ayollar o'ta judayam qadrsizlangan ekan. Ya'ni ular erga teggandan keyin erkaklari doimiy ravishda ularga zo'ravonlik ko'rsatib kelgan va aytishganki, san nechta bolang bo'lishidan qat'iy nazar, xohlasang sani ko'chaga haydab yuboraman, ikkinchi xotin olaman, uchinchi xotin olaman deb va judayam xorlashgan ekan. Aynan shu Grameen Bank orqali ayollar tadbirkorligini boshlagandan keyin Muhammad Yunus ularga ipoteka kreditini ham ajratishgan ekanda. Juda kichkina miqdorda. Ayollar aynan faqatgina ayol kishining nomida bo'lish kerak bo'lgan uy. Ayollar ipoteka kreditini olgandan keyin ajrimlar soni ancha kamaygan ekan. Va undan tashqari ayollarni qadri oshishni boshlagan ekan. Bu loyihani aslida
global oladigan bo'lsak, judayam ijtimoiy o'zgarish uchun judayam katta ta'sir qiladi. Birinchi o'rinda niyatimiz ayol kishi o'zini hayotda o'rnini topish, farzandlarini zo'r tarbiya qilish, holatini o'zgartirish, zo'ravonlikni kamaytirish, ajrimlar sonini kamaytirish va undan tashqari bu agar hozir ayollarimiz boy bo'lsa, bilasizmi, bizning iqtisodiyotimizga qanchalik ta'sir qiladi-da. Bizni mana rivojlanayotgan davlatga kirayotgan bo'lsak, bizning davlatimiz yanada yuksaladi. Aslida bilmasam nima desam bo'ladi, Aleksey, endi bu narsani qo'yib yuborasizlarmi yo'qmi? Ko'p oilalarni ko'rdim-da. Erkak kishi urushqoq, zo'ravon bo'lsa ham, baribir ham ayol kishini gapiga kiradi-da, bilasizmi? Erkak kishi boshda, ayol kishi bo'yin. Qaysidir momentda baribir ham erini boshqara oladi ayol kishi. Ayol kishi qachonki ilmli bo'lsa, dono bo'lsa, aqlli bo'lsa, erini to'g'ri boshqara oladi. Qanchadan qancha ayollarni ko'rdik, ilmsizligi tufayli bitta yaxshi oilani farzandini parokanda qilib yuborgan erkaklarini-da. Bu nafaqat oilani zo'r o'sishiga yordam beradi, ayollarni ilmli bo'lishi, balkim butun jamiyatda oilani o'zini o'rnini topishiga ham yordam beradi. Ayollarni shuning uchun men doim aytaman erkaklarga, sizlarni eng katta xatoinglar ayol kishini o'qitsak o'zicha bo'lib ketadi, aqlli bo'lib ketadi, mensimaydi deb o'ylaysiz. Lekin bu aslida juda noto'g'ri. Bo'lishi mumkin, qaysidir momentda bo'lishi mumkin, o'zidan ketib qoladi. O'shanda baribir saralanadi-da ayol. Shunaqa ayollar borki, chunki 5 qo'limiz baravar emas-da. Shunaqa ayollar bor, ilm olgan sari oilasini yuksaltirishni xohlaydi. Shunaqa ayollar bor, nafsi yomon bo'ladi, pul topgandan keyin aynib ketadi. Shunaqa ayollar bor, pul topgandan keyin nafaqat oilasini rivojlantiradi, balkim jamiyatni ham o'zgartiraman deb harakat qiladi. Ijobiy ta'sir bo'ladi. Ijobiy ta'sir bo'ladi, lekin har doim bu dunyoda dualnost-da. Ya'ni plus bilan minus, yaxshi bilan yomonlik, undan tashqari boy bilan kambag'al. Misol, hamma narsada ikki xillik bor-da. Yomon, negativ bilan pozitiv. Aynan har bitta narsani ham plus tarafi bor, minus tarafi ham bor. Lekin ko'proq plus tarafi. Bizani loyihada juda ko'p plus taraflar bo'ladi, chunki aytganimdek, bizani ayollarda baribir ham, bizani jamiyatda baribir ham insof, iymon boshqacha. Agar biz ayollarni rivojlantirsak, menimcha o'ylaymanki, bu 99% natija beradi. Ilm va tadbirkorlikni rivojlantirgandan keyin. Kelajakda rejalaringiz qanaqa? Qaysi boshqa tumanlarda ochadi bu loyiha? Bu yil 2025-yilda asosan shu fokusimizni 3 ta tumanga qaratmoqchimiz. Olmazor, Shayxontohur, Uchtepa. Keyingi yildan Toshkentdagi hamma tumanlarda ochish niyatimiz bor. Undan keyin shu 5 yil ichida O'zbekistonning har bitta viloyatida, hududida bo'lish niyatimiz bor. Uning uchun bizga o'sha ozgina aytganimizdek tajriba kerak. Uning uchun bizga ozgina komandamizni yanada shakllantirib olishimiz kerak va ozgina joylashib olishimiz kerak. Biz hozir chaqaloqmiz-da, endi loyihamiz chaqaloq. Ozgina bir yuradigan bo'lsak ham, o'sha 2-3 yosh, 3-4 yoshda yuradigan bo'lsak ham, sekin-sekin kengayib boramiz. Xudo xohlasa. Agar muvaffaqiyatli bo'lsa, butun O'zbekiston bo'yicha o'sha shoxobchalar bo'ladi. Nafaqat O'zbekiston, bilasizmi, Grameen Bank 68 ta davlatda bor hozirgi kunda. Hatto Amerikada, Xitoyda, Turkiyada. Niyatimiz butun dunyoga chiqish. Inshaalloh. Chunki bizdagi metodologiya hali hech qayerda yo'q. Ya'ni biz ayollarga berayotgan sharoitlar hali hech qayerda yo'q. Mana Turkiyaga bordik, Bangladeshga ham bordik. U yerda hammasida foizda. Aslida davlat banklari bilan hech qanaqa o'zgarish tarafi yo'q. O'xshash, hammasi o'xshash. Masalan, Turkiyada Grameen banki ayol pul olgandan keyin 44% to'laydi yiliga. Aynan Bangladeshda 14% to'laydi. Nima uchun 14%? Chunki davlat ularga subsidiya bergan. Bizda hech qanaqa foiz bo'lmaydi. Biz haqiqatdan ayollarning rivojlanishi uchun maksimal darajada ularga yordam berishga harakat qilamiz. Chunki men o'zim ayol kishi bo'lib 5 ta farzandning onasi bo'lib turib, o'zim ham qachondir uyda o'tirganman, menda ham degradatsiya bo'lgan, men ham ilm olish tarafdori bo'lganman, doim rivojlanish tarafdori bo'lganman. Ayol kishini shu bosqichlarini moliyaviy erkinlikka chiqadigan, moliyaviy xavfdan moliyaviy erkinlikka chiqadigan hamma bosqichini o'zimda his qilib ko'rganman va bilaman. Va aytganimdek, ularga to'g'ri yo'nalish ko'rsatib, ularga to'g'ri ilm bersangiz, ayol kishi faqatgina yuksaladi.
Siz aytib o'tdingiz, 35 ta adashmasam loyihalar уже qabul qilingan va mikrokredit berilgan ularga. Shu loyihalar haqida ozgina qisqacha ma'lumot bersangiz yaxshi bo'lardi. Hali pulni bermadik. Nimaga? Chunki juma kuni ularning loyihasini qabul qilib oldik. Hozir ularni o'rganish arafasidamiz. 35 tani aniq tanlab oldik. Va mana bugun dushanba kuni bo'ladigan bo'lsa, mana endi ularni sherikchilik asosida moliyalashtirishga harakat qilyapmiz. Bilasizmi, qanaqa ayollarni ko'rdim? Qaysi ayollarning loyihasi juda ham bizga yoqdi. Birinchisi 71 yoshlik buvijon keldilar. 71 yoshli buvijonni hikoyalari menga hayotiy o'tgan bosqichlari menga juda ham katta ta'sir qildi. Bir kunni ichida ham kuyovlarini yo'qotganlar, ham qizlarini avariyada yo'qotganlar. 3 ta farzandlari yetim qolgan. Birinchisi qizlari, o'g'illari bo'lganmi va 2 ta nevaralari shu Hasan Husanmi bo'lgan ekanda, Fotima Zura bo'lgan ekan. Ularni boqolmaymiz deb didomga berishayotganda ular ishlayotgan bo'lgan ekanlar, o'zlari ishdan bo'shab, men o'zim qarayman bolalarimga deb, shu aynan farzandlarini katta qilgan ekanlar. Bundan tashqari, o'zlarining o'g'illari ham ozgina qiynalib qolgan ekanlar, ularni ham farzandlarini boqqan ekanlar-da. O'g'illar qamalib qolgan ekanda, shu onaxonni. Va 71 yosh bo'lsam ham nima joylarda o'qimadim, qatliga bormadim. Ishonasizmi Shohidaxon? Bunaqa ilm beradigan, bunaqa ayollarga jon kuydiradigan tashkilotni endi ko'rishimiz. Men haqiqatdan biznesni endi haqiqatdan qilmoqchiman, to'g'ri. Uyda o'tirib sotdik, konserva qilib sotar ekanlar-da. Endi esa ijtimoiy tarmoqqa chiqmoqchiman deb, shunaqa zo'r loyiha menga berdilar. Olib kelibdilar. Banka yopganlar-da o'zlari. Qarang, kabachki yopganlar. Undan tashqari ketchuplar qilar ekanlar uyda, hammasi naturalni bolalar uchun. Keyin bodringlar yopganlar-da, ular nima qilmoqchilar? To'qilgan savat olib, dumaloq, bizdagi ishlaydigan ayollarga mehmon kelib qoladigan bo'lsa, mana shunaqa stakanda kichkina stakanchalarda set qilmoqchilar-da, chiroyli qilib set qilib, misol uchun osh uchun set, suyuq ovqat uchun set, misol uchun yana boshqa narsa uchun set qilib sotmoqchiman deydilar. Olarmidingizlar? Jonim bilan olardim. Chunki haqiqatdan biz ko'p uyda mehmon kutamiz va shunaqa shirin pishirar ekanlarki, o'shalar shirin yopar ekanlar, maza qilib yedik-da. O'zimiz ham osh olib kelgan edik, obedga oshni yeb oldik va ular aytdilarki, hammasi ximikatsiz, 100% naturalni bo'ladi. Ijtimoiy tarmog'i boshlayapman va 71 yoshimda xo'jayinimdan ruxsat so'radim. Ijtimoiy tarmog'ida o'zimni ko'rsatsam maylimi deb ro'molda ekanlar-da, ruxsat topdilar va o'sha ijtimoiy tarmog'i yurg'izishni boshlayaptilar. Keyin undan tashqari o'zim marketda sotaman dedilar, yana boshqa ijtimoiy tarmoqlarda sotaman dedilar. Ya'ni aytmoqchimanki, qarang, necha yoshdan bo'lishingizdan qat'iy nazar siz bemalol любой payt biznes qila olasiz. Faqatgina xohish bo'lsa bo'ldi. Ikkinchisi, o'sha o'zligini asosan bizda kelgan ayollar uyda tadbirkorlik qilingan, pul topgan, lekin ozgina ilm yetishmagan ayollar kelishyapti-da. Ikkinchisi, ayol menga juda yoqdilar. Har xil, misol stulga, divanlarga, ko'rpachalarga chexollar tikib sotar ekanlar. Masalan, shu ayolni ko'rganimda shunaqa zo'r chexollar qilganlar, bilasizmi? Milliy ornamentga qilingan, bittasi yevropeyskiy, bittasi sal boshqacharoq. Ularni ko'rganimdan keyin ham o'zimga uyimga chaqirdim-da. Iltimos, menga ham chexol qilib bering dedim. Shunaqa xursand bo'lyapman. Bir xillari teshkulchalar pishirib kelishgan. Yana boshqalari shunaqa zo'r Suzanna etkar ekanlar. 25 yildan beri faoliyatlari bor, lekin hali marketing unaqa rivojlanmagan. Nechta 1000 ga yaqin shogirdlarim bor deyaptilar. Bunaqa ayollarni bilish kerak-da xalq. Ularni ko'rib shunaqa ilhomlandim. Shunaqa zo'r Alekseyga. Bittalari boshqa narsa pishirishadi. Yana boshqalari kelyaptiki, ilmlari bor. O'quv markazi ochmoqchiman. Uydagi shu mahallamizdagi bolalar uchun bir xonaga ingliz tili, rus tilidan o'quv markazi ochmoqchiman. Ya'ni misol hozirgi kunda bolalarimiz mana kanikulda nima bilan shug'ullanadi? Mahalladan yugurib chiqib kelib ham o'qisin deyishgan narsalar. Asosan shu qaysi loyihalarni oldinglar deydigan bo'lsangiz, uyda o'tirib biror bir tadbirkorlikni qilgan va pul topib olgan ayollarni oldik. Ularni yanada rivojlantirsangiz, ular yana zo'r nima qiladi, rivojlanishni boshlaydi. Demak, loyihangiz ular uchun yangi ufqlarni ochadi. Albatta. Ularga eng yoqayotgan tarafi, ular qo'rqishyapti. Juda hamma narsa zo'r-da. Qo'rqyapmiz dedi. Shuni tagida nimadir bor dedi. Yo'q, hech narsa yo'q. Bunaqasi bo'lmagan-da deydi. Yo'q, hech narsa yo'q. Faqatgina sizlarni rivojlantirish.
ular shunga xursand, judayam xursand. Har kuni gruppalagan rahmat, sizlarga rahmat. Ular 2 hafta davomida o'qishgan bo'lsa, har kuni ertalab kelib shunaqa o'rganib qolmizki, yana qilib beringlar, yana o'qish qilib ber, 2 hafta emas, 1 oy bo'lsin debdi. Lekin afsuski endi boshqa ayollarni ham o'qitishimiz kerak, chunki bizani 1,5 mingta hozir ayol kutib turibdi waiting listimizda, ya'ni bizga 1,5 mingta ayol yozilib bo'lgan va hozir mana bu haftadan 150 ta ayol o'qitish boshladik. Keyingi haftadan, ya'ni 2 haftadan keyin 300 taga ko'payamiz va har oy 300 tadan o'qitishi, ya'ni har 2 haftada 300 tadan o'qishi niyat qildik. Demak, keyingi savolim mablag'larga bog'liq savol. 1 yil ichida pul qaytarib berish kerak sherikchilik asosida. Bu qanday qilinadi va agar biznes muvaffaqiyatsizlikka uchraydigan bo'lsa, bu qanday qilib regulirovka qilinadi? Zo'r savol. Shu savol topishga ham biz juda ham qiynaldik. Chunki aytganimdek, bunaqa ishlash birinchi marta bo'lgani uchun o'zimizda ham qanaqadir ozgina qo'rquv bor edi-da. Ayollar qila olarmikan, bera olarmikan, qaytara olarmikan degan savol bo'ldi-da. Lekin ayollarni ko'rganimizdan keyin nafaqat mani ustozni ham, hamma jamoani judayam katta ishonchi ortdi. Ayollarga, hamma ayollarga pulni ishonch asosida beramiz. Ya'ni biz o'sha biznes planiga qarab, qancha pul kerak bo'lsa, pulni beramiz va shartnomaga asoslangan holda ular o'zini biznesini boshlashadi va har oy deklaratsiya to'ldirishadi. Ya'ni men mana shuncha daromad topdim, mana 3dan biri sizniki deb 1 yil davomida shu pulligini nima qilishadi? Qaytarishadi. Agar o'xshamay qolsa, sherikchilik bu. Riskka ham biz ham tayyormiz, turib beramiz. Lekin maksimal darajada ayollarni qo'llab-quvvatlashga deganim, bizda nafaqat ilmdan tashqari ilm beriladi, balkim bizani field officerlarimiz ham. Ya'ni tumanma-tuman har bitta ayolga borib, nima qiyinchiliklar bo'lyapti, nima muammolarga duch kelyapsiz, qanaqa bo'lyapti deb ular bilan gaplashib, har bitta muammolarni gaplashgan holda ularni yechishimiga ham yordam berishga biz tayyormiz. Ya'ni biz biznes konsultantlarni ham qilib qo'yganmiz, ularga konsultatsiya berib, o'sha bizneslarni rivojlantirishga yordam beramiz. Ya'ni bu yerda hech qanaqa foiz, hech qanaqa ulardan qanaqadir voy pul to'la degan narsa yo'q. Faqatgina ularni rivojlantirish va ular ham xursand bo'lib o'sha daromadiga sheriklik asosida ishlashi. Model haqiqatan ham innovatsion. Juda bunaqasi hali bo'lmagan. Bu loyiha Central Asian University bilan hamkorligida amalga oshiriladi. Central Asian universitetining roli qanaqa bu proyektida? Men nafaqat ayol mikromoliya tashkilotida rahbarman, balkim Central Asian Universityda ham Student Wellbeing Departmentda prorektor bo'lib ishlayman va bu aslida loyiha aynan shu universitetda tug'ilgan va bu universitetda birinchi eng katta loyihalardan biri hisoblanadi. Ya'ni bu loyiha aynan shu universitetdan chiqqan loyiha. Universitet bizani qo'llab-quvvatlayapti, hattoki mana bizani videomizni olishda ham universitetda xodimlari bizani qo'llab-quvvatlashib, shu videolarni olib berishadi, ijtimoiy tarmoqlarni yurg'izishga yordam berishadi. Ya'ni bu loyiha universitetsiz yasholmaydi desam ham bo'ladi. Universitet qo'llab-quvvatlagani uchun biz ham rivojlanmoqmiz. Ilmiy metodik qo'llab-quvvatlashni universitet tomonidan amalga oshiriladi. Resurslar bilan, o'qituvchilar bilan bu haqida universitet bilan chambarchas ishlaysiz? Universitet bizani media, undan tashqari finansist deymizmi, xullas hamma jabhada qo'llab-quvvatlashadi. Metodologiyani oladigan bo'lsak, ya'ni o'qitish metodologiyasini men o'zim aytganimdek 4 yildan buyon ayollarga dars berib kelayotgan bo'lsam, moliyaviy savodxonlikda ayollar qanaqa qilib dars qabul qiladi, nimaga ko'proq ahamiyat berish kerak, nimalarga ahamiyat berish kerak, o'zimni olgan tajribalarimdan kelib chiqqan holda hozir metodologiyasini tuzdik. Lekin mana rektorimiz ham Kamron Gulamov rosa ko'p bizga tavsiyalar berdilar. Ya'ni o'tga borib biz hozir sun'iy intellektlar davrida yashayapmiz. Shohid opa kompyuterlarda ko'proq ularga o'rgating, prezentatsiyalar qilishi, darslarni ham o'sha kompyuterda ko'rib, imtihonlarni o'tishi, amaliyotni ko'proq ustozlar bilan qilishsin, kuratorlar bilan deb aytdilar. Bizda o'sha kuratorlarimiz amaliyot bilan shug'ullanadigan bo'lsa, kompyuterlarimiz esa nazariy ilmni berishadi-da. Ya'ni har tomonlama bizga ham amaliy, ham nazariy yordam berishadi, har taraflama. Universitet bizani o'sha aytganimizdek
har taraflama qo'llab-quvvatlaydigan eng katta resurslarimizdan biri. Loyiha ichida qanaqa ekspertlar dars berishadi? Juda zo'r savol. Boshida biz universitetdagi ustozlarni olib, ularga dars o'tishni mo'ljallagan edik. Lekin ayollarni so'rovnomasiga asoslangan holda, bilasizmi, misol uchun Aleksey aka sizga opangizmi, akangiz biror bir maslahat bersa, qulog'ingizni oldidan o'tib ketadi-da, lekin Elon Musk kelib sizga maslahat bersa, xuddi shunaqa maslahat bersa, ularni eshitasizda. Va bu ham juda katta faktor. Ayollarga qaysi inson sizga ko'proq dars bersa eshitgan bo'lardingiz deb savol berganimizda, ijtimoiy tarmoqdagi mashhur insonlarni yozishgan edi. Va ularni biz jalb qilib, misol uchun mana notiqlik bo'yicha Dilfuza Akmalovni, psixologiya bo'yicha Hurriyat Rahmatullayeva, sotuv bo'yicha va biznes noldan boshlash bo'yicha Islomjon aka, juda mashhur ekspertlarni chaqirib, ularni darsligini yozib oldik va o'sha kompyuterga joyladik. Ya'ni biz ularni faqat o'qitishgina, balkim ularni xohishiga qarab ham ilm berishga harakat qildik. O'sha o'zini sohasidagi eng top ekspertlar, o'sha 10 ta top ekspertlarni chaqirib, ular dars berib, undan tashqari har bitta ekspert kelib, bitta-bittadan amaliyot ham o'tkazib berishyapti. Shu ekspertlarni chaqirib, dars berib, ularni rivojlantirishga harakat qilyapmiz. Shohida, vaqtingiz uchun rahmat. Loyihangizga omad tilayman. Ko'proq ochsa, shoxobchalari zo'r bo'lardi va O'zbekiston uchun menimcha juda katta hissa qo'shilgan bo'lsangiz va iqtisodiyotimiz uchun juda katta ijobiy ta'sir ko'rsatadi Rahmat sizning sizga ham. loyihangiz. Rahmat sizga ham, sog' bo'ling.